Men Turanbayeva Gulshat bo'laman. Ustozim Muzaffar aka. Undan baland ustozim Jamila opa. Rahmat ularga. Mana 83dagi dadamning boshida o'simta bo'lgan 4-stadiya vrachlar operatsiya qilamiz deb mana qildi. Bizga tavsiya berdi, lekin biz o'ylandik, ular ham o'ylandi, nima bo'ladi deb. Garantiya beramaymiz dedi. Lekin operatsiyaga rozi bo'ldik. Rozi bo'lib 1 oy tayyorlandi. Dekabrning 25-ida operatsiya qildik. Nima ekan boshida? Katta o'simta o'sgan. O'simta ekan, uje bosh miyadan chiqib, miyani siqib qo'ygan ekan. Kattalashib ketganidan siqilib, anaqa suyagi ham siqib qolgan ekan, tashqariga chiqdi. Necha soatda chiqdilar? 2,5 soatda chiqdilar. Keyin undan keyin reanimatsiyaga oldi. Reanimatsiyada 1 kun yotdi, o'zi 3 kunmi yotadi degan edi. 1 kundan keyin o'zi harakatda ovqat yeyman deb o'ziga keldi. Nimaga ovqat bermayapsizlar deb keyin palataga oldi, palataga olib yumshoq ovqatlardan berdi. Tak, nima qilamiz? Qanaqa lecheniya dальнейшее? Dальнейшее ular bizga aytdi, lecheniya ximioterapiya qilamiz dedi. Ximioterapiya hozir 10 kun yotdi больницада. 10 kundan keyin chiqarishdi. 20 kundan keyin kelasizlar, biz ximioterapiya qilamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi dedi. O'simtani 3 oydan keyin o'sadi dedi. Hozir biz o'rnini darilab qo'ydik dedi. 3 oydan keyin o'sib ketadi dedi. O'sadigani ekan dedi. Keyin biz qo'rqdikda, u ximiya qanaqa bo'ladi? Ukalarim ham aytdi. O'zlari internetdan ko'rishgan ekan, bu tanishdi, ko'rishgan ekan. Keyin men undan oldin maslahat tashab qo'ydim ularga. Ular 6ta ukamga aytdim. Nima deysizlar dedim. Internetga kiringlar dedim. Chiqadi bu anaqa dedim. O'sha anaqa qonuniy bor dedim. Keyin internetdan ko'rib anaqa qildi. Rozi bo'lishdi. Nima beryapsiz? Rozi bo'lishdi. Keyin bittasi qarshi bo'ldi, bermaymiz dedi. Keyin onkolog vrachga bordik. Ayol kishi ekan, shunaqa biz tanshi mahsulotlarni bermoqchimiz deb aytdi. Nima deysiz? Maslahat bering degan ekan. Men 100% anaqa qo'llayman debdi. Beringlar deb, basib beringlar deb maslahat berdi. Voy, молодец. Biz onkologdan keldikda, sразу men Muzaffarga anaqa telefon qilib so'rab anaqa qildi. Menga sразу kompleksni beramiz dedi. Nima beryapsizlar? Xitazan berdik. Nechtadan? Ikkitadan 3 mahal beramiz. Keyin kardiseps beramiz. Qanchadan? U ham ikkitadan 3 mahal beryapmiz ovqatdan keyin. Mozgovoy berdik, mozgovoy kalsiy berdik. Yana детский kalsiy, sink beryapmiz. Keyin anaqa nima deysiz? Yo'q. Uzumni ko'stichkasini. Halika. O'shandan beryapmiz. O'shandan choy ichyapti, обязательно choy ichyapti. Natija qanaqa? Natija zo'r. Уже men 5 kun anaqa qildim, berib turdim. Birinchi sal qiynaldi. Lekin keyin bir hafta o'tgandan keyin o'zi aytdi. Shu kapsulalarni beringlar deb o'zi so'radi o'zi. Keyin basib beringlar dedi. Basib berib to'xtatmasdan berdik-da. Keyin shunday qilib hammamiz borsak, ana ko'rpeshasini boshi bilan yopib shunday qilib yotardi-da. Mana qilib yotardi. Ochmasdi. Keyin sekin, dada biz keldik, qarang, biz keldik desak, zo'r qatlan, keldinglarmi deydi. Endi-chi? Hozir biz keldik desang, ko'rpani atib yuboradi-da. Divandan sekirib turib shunday o'tiradi. Молодец, mashallah. Odam kelib qopti, va meni apshe deydi. Apshe kelib qopti, Qiziz. Hurmat deb bu. Sitib kulib o'tiradi. Tamoq stol bosib yuryaptilarmi? Yurardi. Birinchi ikki odam ikki tarafdan suyantirib olib kelardik, mana bunaqa qilib. Keyin undan keyin tayoq suyanayotgan bo'ldi. Men tayoqim qani deb tayoqdan o'zi bitib kelayotgan bo'ldi. Az tayoq tashadi. Hech kim kerak emas. Choy desang o'zi ko'rpani atib yuboradi, o'zi turib keladi. Zo'rmi natijalar? Natijalar zo'r, rosa quvondim. Keyin onkolog vrachga telefon qildik yana. Nima qilaylik, beraverik bo'lsin shunday bo'ldi. Menga aytinglar deganda, aytib basib beraveringlar, to'xtamanglar dedi. Молодец. Bizni u vrach o'zi ayol kishiki qo'llab quvvatlaymi dedi.
Kerak emas anaqa dedi. Kimya kerak emas, amaymiz dedik. Hozir даже anaqaga ham bordi. Amakimizning avzasharına ham borib keldi, o'zi borib keldi. O'zim baram deb atılib chiqdi. Ha, adaysiz. Adam o'zi boraman dedi. Baralasizlar, nima deysiz? Keyin rahmat ustozlarimga. Nima deydi? Meni qo'llab-quvvatlagani uchun, mana Muzaffarga tanjam sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Hammaga tavsiya qilaman. Ne deymiz? Hamma ichsin, natijasini ko'rsin. Rahmat. Dunyo turgancha tursin.